Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Gamer Bro va men yana Plants vs Zombies o'yinining davomini olmoqchiman. Bu nafaqat davomi, balki yangisini boshlanishi deb aytsak bo'ladi va biz kutgan onlar keldi. Deydi-yu, men buni PK versiyasini topdim. Mana qo'yib topishga muvaffaq bo'ldim. Nega? Bu juda qiziqarli ekan, menga juda yoqdi. Menga juda yoqdi. Endi sizlarga buni tanishtirib o'taman. Avval nastroykasi juda oddiy va mana buni o'chirib qo'yishingizni maslahat beraman. Enable turgan bo'ladi. Bunday bo'lsa, bulardan oldin avval eng oddiy adventure qismini ko'rsatib o'taman. Bu mobil versiyasidan boshqacha va bunda zombilar o'zgacha. Va bunda olish taktikasi ham boshqacha. Bunda o'ta boshqacha taktika qilinadi. Qani, bunda bo'lsa boshladik. Men har birini ikkitadan olish huquqiga ega ekanman, shuni bildim. Buni oldinga mashqda bir praktika qilib ko'rgandim. Va kartoshkani ham, bombani ham ikkitadan olamiz. Va har birini olganingizda ikkinchisi undan 2 barobar ko'proq pul turgan bo'ladi. Qulay joylashib bo'lgan bo'lsangiz, men o'yinni boshladim. Bunda taktika ham boshqacha mana. Sizlarga ko'rsatib o'taman hozir. Albatta. Men bunda quyoshni olmayman. Quyosh bunda o'zi olinadi va menga o'xshagan buni quyosh olishga erinadiganlar uchun juda yaxshi ekan, menga yoqdi. Va sizlarga buni afzal tomonini hozir ko'rsataman. 1 2 3 qarang, baroxodan bu. Bu siz uchun yangilik bo'lishi mumkin, chunki buni oldin hech ko'rsatmaganman va u mobil versiyasida mavjud ham emas. Hattoki xohlagan joyga qo'yish mumkin, xohlagan joyga. Va agar yoqmasa, men buni almashtirishim ham mumkin. Va faqat bu emas. Hali davom ham bor buni. Men buni hozir mana buni qo'yaman va ozroq pul yetmayapti. Mana. Bom. Buni termayadir deydi. Davom etamiz, xo'sh. Apasdan kelyaptigan ko'rmabman, mayli hozir toplaymiz uni. Qanday qilamiz? O'zini o'zi tursinchi. Yo'q, amasi bilan ma'qul ekan. Xo'sh, yana ikkita keldi. Menga hozir ko'proq quyosh zarurroq. Menimcha o'yin endi o'zgacha qiziqarli bo'ladi. Chunki endi hammasi qanchalik nima ekan. Hammasi o'zgacha qiziqarli. Chunki bu mobil versiyali zombidan anchagina farqli, ancha yoqimli ham. Mana bu. Bitta termayadi. Ana o'lib ketdi. Mayli to'qib qo'ygan bo'lardim va kartoshkani ham quyoshga qilsam yaxshi bo'ladi. Ikkalasini ham qo'ysamkin. Mana bu quyoshlarni bizga umuman keragi yo'q, bir ahamiyat kasb ham etmaydi. Davom ettiramiz. Bular shunchaki bunaqa termayadi emas. Bularning hali davomi bor. Ularga mana bu 100 minglik oddiy qo'yib ketaveradi. Hozir ikkita otar bo'ldi mana. Olmacha otyaptimi? Ha, shunday. Men o'zimdan bo'lgan shura foydalanaman. Yaxshi. Mana bu qo'yganim. Va hozircha quyoshli uronlar va quyoshli kartoshkalar. Endi ikkitalik termaydi. Boricha qo'yaveramiz. Xullas. Ana yeb turadi uronni. Bizniki o'xshagan o'simliklar zombi keldi-yu. Xullas mana. Qo'yamda mana bu ikkitalik bo'ldi. Ikkitalik emas, 3 talik bo'ldi. 3 ta otarli bo'ldi. Hozir bomba qo'yamiz. Yo'q kerak emas.
Mana va eng qiziqarlisi bom. Mana pulyot bo'ldi. Qolganlarni ham shunga qilishim kerak. Xullas. To'rtdan to'rtga qo'yamiz. Mana bu narsani portlovchi deydi. Portlovchini hozir qilamiz. Mana bu tayyor. Bu tayyor. Kichik kartoshka minada bu. Bunu turamiz. Salib, bundan to'rtta qo'yamiz, ha. Va sizga yana bitta fakt aytib o'taman. Bitta kartoshkani bir ustiga qo'yib nima deydi? Yana qo'ysam keyin qo'ysam bo'ladi. Bitta. Yana qarab qo'yishim kerak-ku, mayli bo'ladi. Bo'ladi. Bunaqangi pulyotga kelmaydiganlarni hisoblagan ma'qul. Ular hozir nima bo'lishi to'g'ri tushunmadim. Hozir buni yesa nima bo'ladi? Hozir yeyishga ulgurmayapti. Güzel soslarını tutayım. Çok iyi. Plus. Mana bu pastda ana shuncha kuzatilgan flaglar bor va flaglar qarata ko'p bombistlarga to'rtlarga odamlar ko'p qismlar keladi. Bundan ikki chaqib turamiz. Sizga yana bir narsa ko'rsatishim kerak. Agar kartoshkani ko'rsam, qanday qarshi? Qanday qilamiz? Bu ham bo'ladi, faqat kartoshkali bo'ladi. Menimcha hozir mana bu bekatgachaga hojat yo'q, hech narsani yo'q. Bu boshida kerak bo'ladi. Aha, u yisagina mana bu ko'payar ekan. Wow, normalniy. Yisa ko'payar ekan. Tak buni portlasamchi. Yaxshi, hozir yana ideyani ko'payadi. Ha, shunday, menimcha shunday. Nega, bu zo'r o'yin gap menimcha. Ketmayapti deb bu yeydi, yuguradi va sochib ketadi. To'rttasiga 6 ta yetadi aslida. Ana shunday. Bo'ladi, ha, shunday bo'lsa. Buni qo'ya olamanmikin? Aha, bo'ladi. Qo'ydim-ku, bilmadim. Usul turadi hozir. O'yin tugadi aslida. Yaxshi. Portlaydi. No portlaguncha qo'yish beradi, shundaymi? Normal. Yaxshi. Vaqtimiz hali bormi? Aha, yana bitta o'yinga yetadi. O'zbek ekanda. Joy VIP hammasini olaveramiz. Normal. Yana bitta narsa olishga o'rnimiz yetar ekan. Keyin va sizga shuni aytishim kerak, keyin bularni sonini bittaga aylantirib boraveramiz. Vaziyatga qarab ko'ramiz, qaysi keraksizroq, qaysi kerakliroq. O'yinni boshlaymiz. Xohlagan joyga qo'ysam bo'ladi. Nima narsa ko'rsatamiz. Ne az bu ochiladi. Ko'rsin. Kartoshkani oldidan qo'yganim menimcha ma'qulroq. Tak shuni quyoshga qilganimda qo'sham beradi ekan. Hamroning boshqasi bilan. Qo'ysammi yo'q? Qo'yaman. Buni kirmayapti. Mana bu prosyotiga ham qandaydir ona beradi. Qo'shib beradi 15. Meni 5 15 emas. 5 bersa kerak. Qo'yish. Bizga nima? Yo'q, kartoshkani bu yoqdan tersam
keyin bizga xalaqit qilmasa kerak. Portlab ketdi yani. Muhimi quyoshlarni ko'paytirishimiz kerak. Quyoshlarni ko'paytirishimiz bor keladi. Buni ham quyosh xullas. Boricha quyosh chiqsak, shu bo'lib ketardi. Bizga hozir kerak. Nechun qilganim ma'qul. Sal o'ta harakat qildim. Sal o'ta harakat qo'yimmi deyman-da. Qayga qo'yasizlar? Men qo'yib tashlamayman sizlarni. Kirmayapti, pulim yetmayapti. Qancha quyosh qo'yishadi bari. Ochilgan. Xullas, boricha o'tiramiz. Ekanini muzikani qilib bo'ldi. Mana eplaymiz. Bir qadar qo'ysammikin? Atak mana buni o'ynamoqchi edim. Bilmadim. Men kirsam ham o'ylab. Mana bu kirgan tasavvur ekanda. Bu uncha nima qilmayapti. Vaqt bermayapti. Bo'ladi. Ay, kirmayapti desam. Bom. Tak, kartoshkalarni jonini ko'paytiraman. Mana bilan kelishim kerak. Ozmo yibura hazm qiladi. Hazm qiladi. Mana bilan keladi. Bekor qildim. Nima bo'lganda ham termayadi desashimiz kerak. Ana termayadi desashimiz kerak. Nima hozir bu anaqa Vingardingni ham qarab o'tdi. Nima qilsam bilmay qoldim to'g'risi. Mana bu shekilda bilan Nasıl oldu? Kıyafetini yedi. Nasıl bir ortam mı ki ne? Yedi. Saniye. O'ylab qoldim, mana buni bersam nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Ha bu baribir olov, bu olovga o'zi, olovga tushadi. Ta'sir bizni to'xtatganimizga juda berdi, mana. No, o'sha nima ketmayapti. Ko'raman qoladiganini odam qator orqadan qo'yib Ko'diyo, men portlayveradim, mayli. Biz chalib qoldik. Bu vaqtimiz o'tib qoldi. Agar ulgurmasam, kanalga qoling, obuna bo'ling. Va keyingi qismni kutib qoling deb aytaman. Menga